Tish yuvishda yo'l qo'yiladigan 5 ta eng katta xatolar. Videoni oxirigacha ko'ring, balki siz ham shu xatolarga yo'l qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Birinchisi, bu tishlarni juda qattiq yuvish. Buning natijasida milklar travma oladi va qonishga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, bu tish cho'tkasini noto'g'ri burchakda yuvish. Buning natijasida tishlar yaxshi tozalanmaydi va ovqat qoldiqlari qolib ketishi mumkin. Uchinchisi, bu qisqa muddat, ya'ni tishlarimizni yuvish davomiyligimizni uzoqqa cho'zilmasligi. Bu vaqt kamida 2-3 daqiqani o'z ichiga olishi kerak bo'ladi. Undan kam vaqtda yuvishimiz hisobiga tishlardagi ovqat qoldiqlari to'liq tozalanmaydi va og'izning hidlanishiga va tishlarda karies paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchisi, bu tilni tozalashni unutish. Til yuzasi silliq emas, u minglab mayda so'rg'ichlardan tashkil topgan. Bu chuqurchalar bakteriyalar va oziq-ovqat qoldiqlari to'planishi uchun ideal joy hisoblanadi. Ya'ni, sodda qilib tushuntirganda, tishlarimizni yuvib, tilimizni yuvmasligimiz uyni supurib, musorni gilam tagiga yashirgan bilan barobar bo'lib qoladi. Beshinchisi, bu eskirgan shotkalar. Buning sababi tishlarimizni yuvganimizda tishlarimizdagi ovqat qoldiqlari va nalyotlarni to'liq tozalay olmaydi va uning ishchi qismini o'zgarganligidan bilishimiz mumkin bo'ladi. Eskirgan tish cho'tkalarida bakteriyalar va infeksiyalar saqlanib qolishi mumkin. Shu sababli tish cho'tkalarini uzog'i bilan 2-3 oyda yangilab turish kerak. Tishlaringizga e'tiborsiz bo'lmang, har 6 oyda bir marta stomatolog qabuliga yoziling.